Bizda ko'pchilik bir xil yoki ikki xil asalda biladi. Biz 7 xil asalni yig'ganimizda hech qaysi bir-biriga ta'mi o'xshamaydi. Bular to'plam mana shu hammasi 450 ming so'm bo'ladi. 2 kiloga yaqin asali bor bu yoqda. Dastarkamiz O'zbekiston bo'ylab bepul. Asallarning nomini aytib o'tib ketaman. Bu grechniy asal, grechkani guldan olingan. Bu yantoq tikanni guldan olingan. Endi asosan 90% olingan bo'ladi. Bu tog' 2, bu yuqori tog'dan olingan asalimiz. Bu akatsa, belaya akatsa, bu Rossiyada bo'ladi, noyobroq asal hisoblanadi. Sahri bor odamlarga juda ham yaxshi. Tak, bu tog' rayhoni kiygutidan olingan, shamollash, nafas yo'llariga tinchlantiruvchi, jigarni tozalovchi asal hisoblanadi. Bu oq quray asalimiz juda ham yosh bolalar maza qilib yeydi, pirojniga o'xshagan asal bo'ladi. Aromati juda ham yoqimli. Bu Kavkazskiy lipa, Kavkazdan keltirilgan. Bilasizlar, Kavkazda tabiat juda ham kuchli bo'ladi. Kuchli asal chiqqan mana shundan. Mana shu 7 talasi har xil bir-biriga ta'mi o'xshamaydigan asallarimiz.